Buxoro yoki Venetsiya, cho'lda qurilgan shahar yoki suvda qurilgan shahar, qaysi biri buyukroq? Haqiqat sizni hayratda qoldiradi. Buxoro 2500 yil oldin qurilgan, miloddan avvalgi 5-asrda. Venetsiya faqat 5-asrda, milodiy yil bilan. Buxoro 900 yil qadimiyroq. Buxoroda boboniz Ibn Sino tug'ilgan, tibbiyotning otasi. Uning qonun kitobi 650 yil davomida Yevropa universitetlarida darslik bo'lgan va hozirgacha tibbiyotda qo'llanilib kelinmoqda. Bir kishi tibbiyotda dunyoni o'zgartirdi. Imom al-Buxoriy, Sahih Buxoriyni muallifi. Sunniy mazhabida islomda eng ishonchli hadis to'plami. 1,800,000,000 muslim uchun asosiy manba. Buxoro olimi. Venetsiya, Titian, Vivaldi, Tintoretto, ajoyib san'atkorlar, chiroyli rasmlar, go'zal musiqa. Lekin bular olimlar emas, san'atkorlar, ilm emas, san'at. Buxoro olimlar orqali butun dunyoga ilm berdi. Tibbiyot, falsafa, matematika. Venetsiya san'at orqali Yevropaga go'zallik berdi. Ilm yoki san'at, qaysi biri muhimroq? Buxoro cho'lda qurilgan, lekin mustahkam turibdi. Venetsiya suvda qurilgan. Hozir shu suv ostida cho'kib boryapti. Yiliga 2 millimetr. Venetsiya go'zal, romantik, mashhur. Lekin Buxoro qadimiyroq, olimlarga boy, mustahkamroq. 2500 yil tarix ega, dunyo uchun ilm. Buxoroi sharif aniq g'olib.